Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Haqiqiy futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan O'zbekiston hamda Kolumbiya o'rtasidagi uchrashuvni tahlil qilamiz. Ushbu uchrashuvda xabaringiz bor, terma jamoamiz 1-3 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Ammo shuni aytishim kerakki, uchrashuvda O'zbekiston terma jamoasi raqibga nisbatan qolishgani yo'q va tengma-teng kurashlarni olib bordi. Ba'zi bir vaziyatlarda yutqazganimiz bor gap, lekin umumiy olganda yomon emas va birinchi o'yin va hayajonni e'tiborga olgan holda aytishim mumkinki, O'zbekiston terma jamoasi yomon o'yin ko'rsatgani yo'q. Uchrashuvda terma jamoamiz 3 ta himoyachi bilan o'ynadi, ya'ni Ashurmatov, Abdulla Abdullayev hamda qanotda Husanov, o'ng tomonda Husanov o'ynadi va uchrashuv juda ham keskinlik bilan boshlandi. Bir vaziyatda Luis Diazga Husanov qo'pollik ishlatganligi uchun unga nisbatan sariq kartochka ko'rsatildi va u ehtiyotkor bo'lib o'ynashga majbur bo'ldi. Undan tashqari qanotlarda o'ng tomonda Behruz Karimov, chap tomonda esa Nasrullayev o'ynadi va hujumlarga o'tib turishdi. Boshida biz bir necha qulay vaziyatlarga, ya'ni jarima maydonchasi tashqarida jarima zarbalariga ega bo'ldik. Abbosbek Fayzullayev ushbu jarimalarni ijro etdi, ammo foydalana olmadik. Lekin Kolumbiya terma jamoasi ham juda ham ko'p hujumga o'tgani yo'q. Unga o'sha Luis Diazning qanotida Behruz Karimov bugun juda ham zo'r o'yin ko'rsatdi va mening fikrimcha skautlarning e'tiboriga ham tushdi shekilli. Chunki yosh futbolchimiz 19 yoshda hozirda va Husanov kabi u ham Yevropaning top klublariga o'tadi degan umiddamiz. Hamda o'rtada Shukurov, Mazgavoy o'sha tayanch yarim himoyasida o'ynashdi. Ikki yarim himoyada esa O'runov va Abbosbek Fayzullayev maydonga tushirildi. Hujumda esa Eldor Shomurodov harakat qildi. Terma jamoamiz umumiy olganda yaxshi o'yin ko'rsatdi. Chunki biz hisobni tenglashtira oldik va kerak bo'lsa uni oshirishga ham harakat qilayotgan edik. Ammo o'sha bitta vaziyat, ya'ni markazda to'pning yo'qotilishi Eldor Shomurodovga outdan to'p tashlab berildi va u orqa tomondan kelayotgan futbolchini ko'rmay qolib, to'pni oldirib qo'ydi. Ikkita futbolchi undan to'pni olib qo'yib, tezlik bilan qarshi hujumga o'tib ketishdi. Mana shu vaziyatda Luis Diaz qarshi hujum bilan borib, o'sha terma jamoamiz darvozasini ishg'ol qildi va ushbu goldan keyin terma jamoamiz 20 minutga yaqin o'ziga kelishi qiyin bo'ldi va oxirgi daqiqalarda o'zgarishlar natijasida terma jamoamiz yana bosimni kuchaytirdi. Bir necha ikkita qulay vaziyatga ega bo'ldik. Bittasi Akmal Mazgavoy o'sha jarima maydonchasiga kirishdan jicha oldinroq, ya'ni bir necha metr oldinroq jarima zarbasidan o'sha jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi. Bunda o'sha Kolumbiya darvozasi to'sinidan o'tib ketdi tepasidan, ammo xavfli vaziyat edi. Ikkinchi vaziyatda esa Eldor Shomurodovga uzatib berilgan to'p o'sha kolumbiyalik futbolchining qo'liga tegib darvozabonga bordi. Ushbu vaziyatda penalti belgilanishi ehtimoli yuqori edi, lekin hakam bilmadim, ushbu turnirda VAR bormi yoki yo'qmi? Hali men VARni bir necha vaziyatlarda ko'rsatishdi. VAR bor, lekin ko'rib chiqmadi bu vaziyatni, ammo ko'rib chiqishga arzigulik vaziyat edi. Mana shu vaziyatda penalti berilganda meni fikrimcha terma jamoamiz hisobni tenglashtirib, o'yin oxirigacha o'yinni ushlab qolishi mumkin edi. Ammo o'sha oxirgi daqiqada 8-daqiqada biz faqat hujumni o'ylayotgan paytimizda terma jamoamiz o'sha chap qanotdan kolumbiyalik futbolchilarni qo'yib yubordi va O'rozov to'pni ushbu vaziyatda O'rozov chap tomonda o'sha kolumbiyalik futbolchi bilan talashib to'pni olishga harakat qildi, ammo kolumbiyalik futbolchi to'pni o'sha zahotiyoq jarima maydonchamiz ichiga uzatdi va u yoqdan boshqa bir futbolchi kelayotgan ekan, u bosh bilan
darvozamizni ishg'ol qilib ketdi va shuni aytish kerakki, meni fikrim bo'yicha bu o'yin birinchi o'yinligini e'tiborga olgan holda hamda Kolumbiyadek 13-FIFA reytingida 13-o'rinda turgan terma jamoaga qarshi o'ynaganimiz hisobiga meni fikrimcha bu uchrashuv yaxshi o'tdi biz uchun va keyingi o'yinlarga va undan keyingi kelajagimiz, ya'ni terma jamoa kelajagi uchun poydevor vazifasini o'tab beradi degan umiddamiz. Chunki Abbosbek Fayzullayev, Behruz Karimov, Abduqodir Husanov kabi yosh o'yinchilarimiz ham ushbu o'yinda qatnashdi va terma jamoamizning asosini kelajakda ushbu o'yinchilar bilan qurmoqchimiz va ularning tajribasi, bundan orttirgan tajribasi kelajakda albatta as qotadi degan umiddamiz. Umumiy olganda terma jamoamiz o'zimizning xatolar tufayli mag'lubiyatga uchradi. Ya'ni Eldor Shomurodovning to'pni yo'qotishi hamda O'rozovning chap tomonda to'pni o'sha yo'l qo'yib berishi, uzatishiga kolumbiyalik futbolchining va ushbu xatolar bizni mag'lubiyatga uchrashimizga sabab bo'ldi. Ammo umid qilamizki, keyingi o'yinlarda terma jamoamiz o'zining o'yinini topa oladi va o'sha Portugaliyaga qarshi hamda Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi bo'ladigan uchrashuvlarda undan ham yaxshiroq o'yin ko'rsatishiga ishonib qolamiz. Albatta, agarda sizga ushbu video yoqqan bo'lsa, like bosib, ushbu videoning keng yoyilishiga yordam bering hamda obuna bo'lish tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.